Agar siz pensiya, nafaqa, kompensatsiya, subsidiyalar yoki ish joyingiz orqali beriladigan qo'shimcha to'lovlarni olayotgan bo'lsangiz, bugungi ma'lumot sizga bevosita tegishli. Men hozir aytadigan darta ma'lumotnomani 22 noyabrgacha tayyorlab qo'ymasangiz, ayrim qo'shimcha to'lovlar kechikishi, vaqtincha to'xtashi yoki umuman hisobga olinmay qolishi mumkin. Bu ayniqsa pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar, yolg'iz onalar, o'quvchisini yo'qotganlar, talaba farzandi bor oilalar va ish joyida ustama oladigan xodimlar uchun muhim. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday masalalarda oddiy odam tushunadigan tilda qaysi hujjat nima uchun kerakligini, qayerdan olinishi va nimaga e'tibor berish lozimligini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Bugun gap shunchaki qog'oz haqida emas. Pulingiz, huquqingiz va vaqtida to'lanishi kerak bo'lgan qo'shimcha mablag'lar haqida ketmoqda. Oldin ko'p hollarda odamlar qo'shimcha to'lovlarni olish uchun bir marta ariza yozar. Bitta ikkita hujjat topshirar va keyin tizim avtomatik ravishda davom etadi deb o'ylardi. Ayrim joylarda haqiqatan ham shunday bo'lgan. Mahalla ma'lumotnomasi, ish joyidan ma'lumot, oila tarkibi yoki daromad haqidagi hujjat bir marta topshirilgan. Keyin esa odam bir necha oy yoki yil davomida to'lov olavergan. Lekin hozir vaziyat o'zgargan. Davlat idoralari, ijtimoiy himoya organlari, pensiya bo'limlari, ish beruvchilar va bank tizimlari ma'lumotlarni ko'proq tekshiradigan bo'ldi. Sababi juda oddiy. Qo'shimcha to'lovlar faqat haqiqatan ham shunga haqli bo'lgan odamlarga berilishi kerak. Masalan, bir oilaning daromadi oshgan bo'lishi mumkin. Kimdir ishga kirgan bo'lishi mumkin. Talaba farzand o'qishni tugatgan bo'lishi mumkin. Nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Bola 12 yoshga to'lgan bo'lishi mumkin. Yoki odam yashash manzilini o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Mana shu o'zgarishlar hujjatlarda aks etmasa, tizim sizni avtomatik ravishda xavfli ro'yxatga tushirishi mumkin. Ya'ni siz to'lovga haqlimisiz yoki yo'qmi? Bu aniq bo'lmay qoladi. Natijada mas'ul tashkilot sizdan qo'shimcha ma'lumot talab qiladi. Agar belgilangan muddatgacha, masalan 22 noyabrgacha kerakli ma'lumotnomalar taqdim etilmasa, to'lov kechiktiriladi yoki to'xtatib turiladi. Men ko'p uchratadigan xato shuki, odamlar men oldin topshirganman-ku deb o'ylaydi. Lekin hujjatning muddati undagi ma'lumotning yangiligi va qaysi davr uchun berilgani juda muhim. Eski ma'lumotnoma bilan yangi to'lovni tasdiqlash har doim ham mumkin emas. Ayniqsa daromad, oila tarkibi, o'qish holati va nogironlik bo'yicha ma'lumotlar doimiy ravishda yangilanib turishi kerak. Endi 22 noyabrgacha tayyorlab qo'yish tavsiya etiladigan 4 ta asosiy ma'lumotnomani birma-bir ko'rib chiqamiz. Men ularni oddiy tilda tushuntiraman, chunki odamlar ko'pincha aynan hujjat nomidan adashadi. Birinchi ma'lumotnoma bu daromad haqida ma'lumotnoma. Bu hujjat eng ko'p talab qilinadigan hujjatlardan biri. Agar siz kam ta'minlangan oila sifatida nafaqa, bolalar puli, moddiy yordam, subsidiya yoki boshqa ijtimoiy to'lov olayotgan bo'lsangiz, daromad haqidagi ma'lumot hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chunki davlat sizning oilangiz haqiqatan ham yordamga muhtojmi yoki yo'qmi, shuni daromad orqali baholaydi. Masalan, oilada ota, ona va 2 nafar bola bor. Ota rasmiy ishda ishlaydi va oyiga 3 million 500 ming so'm oladi. Ona ishlamaydi, bolalar maktabda o'qiydi. Bu oilaning jon boshiga daromadi hisoblanganda ma'lum mezondan past bo'lsa, qo'shimcha to'lov berilishi mumkin. Lekin agar ota keyingi oyda yangi ishga o'tib 7 million so'm maosh ola boshlagan bo'lsa, bu holat daromad ma'lumotnomasida ko'rinishi kerak. Aks holda keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Yana bir misol, ayol kishi bolalar puli olayapti, lekin norasmiy emas. Rasmiy tarzda tikuvchilik korxonasiga ishga kirgan. U maoshim katta emas. Attigi 20 million 800 ming so'm deb o'ylashi mumkin. Lekin bu baribir daromad hisoblanadi. Agar bu ma'lumot yashirilsa yoki vaqtida yangilanmasa, to'lovlar tekshiruv vaqtida to'xtab qoladi. Shuning uchun ish joyidan oylik maosh haqida ma'lumotnoma olish juda muhim. Daromad ma'lumotnomasini odatda ish joyining buxgalteriyasidan olish mumkin. Unda xodimning familiyasi, ismi, lavozimi, oxirgi oylardagi daromadi, ushlab qolingan soliqlar va tashkilot muhr bo'lishi kerak. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, soliq organidagi ma'lumotlar asosida daromadingiz ko'rib chiqiladi. Agar umuman ishlamasangiz, bu holat ham alohida tasdiqlanishi mumkin. Ikkinchi ma'lumotnoma bu oila tarkibi yoki yashash manzili bo'yicha ma'lumot.
Bu hujjat ko'pchilikka oddiy tuyuladi, lekin amalda juda ko'p muammo aynan shu yerdan chiqadi. Chunki ijtimoiy to'lovlar ko'pincha bir odamga emas, butun oilaning tarkibi va holatiga qarab belgilanadi. Masalan, bir xonadonda buvi, o'g'il, kelin va 3 nafar nevaralar ro'yxatda turadi. Lekin o'g'il boshqa shaharda ishlaydi. Kelin bolalar bilan yashaydi. Tizim esa ro'yxatda turganlarning barchasini bitta oila sifatida ko'rib chiqishi mumkin. Agar o'g'ilning daromadi yuqori bo'lsa, kelinning bolalar puli olish huquqi savol ostida qoladi. Shuning uchun yashash holati, ro'yxatda turish, oilaviy tarkib va haqiqiy yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Yana bir holat, qiz turmushga chiqqan, lekin ota-onasining uyidan ro'yxatdan chiqmagan. Ota-onasi kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam so'raganida qizning turmush o'rtog'i daromadi ham ayrim hollarda hisobga tushib qolishi mumkin. Odamlar keyin u biz bilan yashamaydi-ku deb e'tiroz bildiradi. Lekin hujjatda u hali ham shu manzilda ko'rinsa, masala murakkablashadi. Oila tarkibi bo'yicha ma'lumotni mahalla, tegishli idora yoki elektron davlat xizmatlari orqali olish mumkin bo'lgan holatlar bor. Muhimi, hujjatda barcha a'zolar to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Tug'ilganlik, nikoh, ajrim, vafot, ro'yxatdan chiqish yoki ko'chib kelishga holatlar yangilangan bo'lishi shart. Men har doim tavsiya qilaman. Bu hujjatni olayotganda faqat qog'ozni olib ketmang. Undagi har bir ismni, tug'ilgan sanini va qarindoshlik darajasini diqqat bilan tekshiring. 3-ma'lumotnoma bu o'qish joyidan ma'lumotnoma. Bu ayniqsa talaba farzandi bor oilalar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, ayrim kompensatsiya va imtiyozlardan foydalanuvchilar uchun kerak bo'ladi. Ko'p to'lovlarda farzandning o'qiyotgani, ayniqsa kunduzgi ta'limda o'qiyotgani muhim shart sifatida turadi. Masalan, boquvchisini yo'qotgan bola 17 yoshga to'ldi, lekin universitetda kunduzgi bo'limda o'qishni davom ettiryapti. Bunday holatda ayrim to'lovlar ma'lum yoshgacha davom etishi mumkin, lekin buning uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma taqdim etilishi kerak. Agar ma'lumotnoma vaqtida olib kelinmasa, tizim bolani voyaga yetgan deb ko'radi va to'lovni to'xtatishi mumkin. Yana bir misol, talaba 1-kursga kirdi, oila esa ijtimoiy yordam olyapti. Talabaning stipendiyasi bor yoki yo'qligi, shartnoma asosida yoki grantda o'qiyotgani, kunduzgi yoki sirtqi bo'limdaligi ayrim hisob kitoblarga ta'sir qilishi mumkin. Agar talaba sirtqi bo'limga o'tgan bo'lsa, ba'zi imtiyozlar o'zgarishi mumkin. Agar akademik ta'til olgan bo'lsa, bu ham alohida ko'rib chiqiladi. O'qish joyidan ma'lumotnomada talabaning to'liq ismi, ta'lim muassasasi nomi, fakulteti, kursi, ta'lim shakli, o'qishga qabul qilingan sanasi va hozirda o'qiyotgani aniq yozilgan bo'lishi kerak. Men ko'rgan holatlarda ayrim ma'lumotnomalarda talaba hisoblanadi deb yoziladi, lekin kunduzgi yoki sirtqi ekanligi ko'rsatilmaydi. Keyin idora yana qayta ma'lumotnoma so'raydi. Shuning uchun birinchi olganda to'liq va aniq shaklda oling. 4-ma'lumotnoma bu tibbiy yoki nogironlik holatini tasdiqlovchi ma'lumot. Bu nogironlik pensiyasi, parvarish puli, dori-darmon kompensatsiyasi, kommunal imtiyozlar yoki boshqa qo'shimcha to'lovlar uchun juda muhim. Nogironlik muddatiz bo'lishi mumkin, lekin ko'p hollarda u belgilangan muddatga beriladi va qayta ko'rikdan o'tish talab qilinadi. Masalan, fuqaro 2-guruh nogironligi bo'yicha qo'shimcha to'lov oladi. Uning tibbiy xulosasi noyabrgacha amal qilgan. U esa men baribir kasalman, hamma biladi deb qayta ko'rikdan o'tishni kechiktiradi. Natijada tizimda nogironlik muddati tugagan deb ko'rinadi va qo'shimcha to'lov vaqtincha to'xtatiladi. Keyin hujjat yangilansa ham pulni qayta hisoblash uchun vaqt, ariza va qo'shimcha tekshiruv kerak bo'ladi. Yana bir holat. Keksa onaga parvarish kerak, farzandi unga qaraydi va parvarish bilan bog'liq to'lov yoki imtiyoz olishni xohlaydi. Bu yerda shunchaki onam kasal deyish yetarli emas. Tibbiy xulosa nogironlik holati, parvarishga muhtojlik darajasi va ba'zan parvarish qiluvchi shaxsning ishlamasligi ham tekshiriladi. Shuning uchun tibbiy hujjatlar tartibli bo'lishi shart. Kimlar ayniqsa xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda oxirgi 3 yil 6 oy ichida oilaviy holati, ish joyi, daromadi, yashash joyi yoki ta'lim holati o'zgarganlar. Ikkinchidan, hujjat muddati tugayotgan yoki allaqachon tugagan odamlar. Uchinchidan, to'lovlar kechikayotgan, qamaygan yoki tekshiruvda deb turganlar. To'rtinchidan, ilgari hujjat topshirgan, lekin nusxalarni o'zida saqlamaganlar. Kimlar kamroq xavotirlanishi mumkin? Agar sizning barcha ma'lumotlaringiz elektron tizimda
to'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz muddati o'tmagan bo'lsa, oilaviy va daromad holatingiz o'zgarmagan bo'lsa, to'lovlaringiz muntazam tushayotgan bo'lsa, vahimaga tushishingiz shart emas. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki bitta noto'g'ri familiya, bitta eski manzil yoki bitta muddat o'tgan ma'lumotnoma butun to'lov jarayonini sekinlashtirishi mumkin. Endi qoidaning istisnolari, eng ko'p uchraydigan xatolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'taman. Birinchi nozik jihat: hamma ma'lumotnoma ham bir xil muddatda amal qilmaydi. Ayrim daromad ma'lumotlari oxirgi 3 oy uchun so'raladi. Ayrim joyda 6 oy, ba'zan 12 oy ham kerak bo'lishi mumkin. Oila tarki ma'lumotnomasi ham eski bo'lsa, qabul qilinmasligi mumkin. Shuning uchun menda o'tgan yilgi qog'oz bor degan gap har doim ham yordam bermaydi. Ikkinchi nozik jihat: elektron tizimda bor ma'lumot bilan qog'ozdagi ma'lumot bir-biriga mos kelishi kerak. Masalan, pasportda familiya o'zgargan, lekin diplomda yoki nikoh guvohnomasida eski familiya turibdi. Yoki bola tug'ilganlik guvohnomasida bir ism bilan, maktab ma'lumotnomasida boshqa yozuv bilan kiritilgan. Bunday kichik farqlar ham tekshiruvda muammo beradi. Ayniqsa apostrof harf almashishi, tug'ilgan sana yoki pasport seriyasi xato yozilsa, hujjat qaytarilishi mumkin. Uchinchi nozik jihat: norasmiy daromad ham hayotiy holat sifatida savol tug'dirishi mumkin. Albatta, rasmiy hisob kitoblarda ko'pincha rasmiy ma'lumotlar asos qilib olinadi. Lekin agar oilada qimmat xaridlar, yangi mashina, katta pul aylanmasi, tadbirkorlik belgisi ko'rinsa, idoralar qo'shimcha izoh so'rashi mumkin. Men bunday holatlarda odamlarga yolg'on ma'lumot bermaslikni maslahat beraman. Chunki bugun ko'p narsa bazalar orqali solishtiriladi. 4-nozik jihat: bank kartasi boshqa odam nomida bo'lsa, to'lov bilan bog'liq tushunmovchilik chiqishi mumkin. Masalan, nafaqa onaning nomida, karta esa farzandining nomida. Ayrim to'lovlar faqat oluvchining o'z hisob raqamiga o'tkazilishi talab qilinadi. Agar hisob raqam noto'g'ri berilgan bo'lsa, pul qaytib ketishi yoki kechikishi mumkin. Shuning uchun bank rekvizitlarini ham yangilab qo'yish kerak. 5-nozik jihat: muddatni oxirgi kunga qoldirmang. 20 noyabr oxirgi sana bo'lsa, 20 noyabr kuni hamma idoraga yugurish eng yomon qaror. Chunki ma'lumotnoma bir kunda chiqmasligi mumkin. Buxgalteriya rahbari imzo qo'ymagan bo'lishi mumkin. Mahalla mas'uli joyida bo'lmasligi mumkin. Tibbiy komissiya navbati to'lib qolgan bo'lishi mumkin. Universitet dekanati esa ma'lumotnomani ertasi kuni berishi mumkin. Natijada siz aybdor bo'lmasangiz ham muddatdan o'tib ketasiz. 6-nozik jihat: ayrim odamlar hujjatni topshirganini isbotlay olmaydi. Men doim aytaman, qaysi idoraga nima topshirsangiz, albatta ro'yxatdan o'tkazilganini tekshiring. Agar arza topshirsangiz, kirim raqam bo'lsin. Agar elektron yuborsangiz, tasdiq xabari yoki arza raqami saqlansin. Agar nusxa topshirsangiz, o'zingizda ham nusxa qolsin. Chunki keyin men topshirgan edim degan gapni isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat: bitta hujjat yetishmasa ham butun ish to'xtab qolishi mumkin. Masalan, siz daromad, oila tarkibi va o'qish ma'lumotnomasini topshirdingiz, lekin bank hisob raqamini tasdiqlovchi ma'lumotni bermadingiz. Tizim to'lovni chiqarishga tayyor, lekin pul qayerga tushishi aniq emas. Yoki nogironlik xulosasi bor, lekin parvarish qiluvchi shaxsning ishlamasligi tasdiqlanmagan. Shu sababli hujjatlar to'plam sifatida qaraladi. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam: qaysi qo'shimcha to'lovni olayotganingizni aniqlang. Bu pensiyaga ustamami, bolalar pulimi, moddiy yordammi, subsidiya, stipendiya bilan bog'liq imtiyozmi, nogironlik bo'yicha to'lovmi yoki ish joyidagi ustamami? To'lov turi aniqlanmasa, qaysi hujjat kerakligini ham aniq bilib bo'lmaydi. Ikkinchi qadam: sizga mas'ul tashkilotni aniqlang. Pensiya va nogironlik bo'yicha masalalarda tegishli pensiya yoki ijtimoiy himoya organiga murojaat qilinadi. Bolalar puli va kam ta'minlanganlik bo'yicha ko'p hollarda mahalla va ijtimoiy himoya tizimi orqali ish yuritiladi. Ish joyidagi qo'shimcha to'lovlar uchun kadrlar bo'limi yoki buxgalteriya javob beradi. Talabalik bilan bog'liq imtiyozlar uchun ta'lim muassasasi ma'lumot beradi. 3-qadam: 4 ta asosiy hujjatni tekshiring. Daromad ma'lumotnomasi bormi? Oila tarkibi yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumot yangimi? Talaba farzand bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma olinganmi? Nogironlik yoki tibbiy holat bo'lsa, xulosa muddati o'tmaganmi? Mana shu savollarga halol javob bering.
Agar bittasida shubha bo'lsa, darhol yangilang. 4-qadam hujjatlarni yig'ishda pasport yoki ID karta, JSSHIR, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, mehnat daftarchasi yoki ish joyi ma'lumoti, bank rekvizitlari, tibbiy xulosa, talabalik ma'lumotnomasi kabi asosiy hujjatlarni yoningizda olib boring. Ko'p odam bir marta borib bitta hujjat yetishmagani uchun yana qaytadi. Vaqt yo'qotmaslik uchun oldindan ro'yxat tuzing. 5-qadam arizada aniq yozing. Masalan, menga tegishli qo'shimcha to'lovlarni davom ettirish va ma'lumotlarimni yangilash uchun hujjatlarimni qabul qilishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar to'lov to'xtagan bo'lsa, to'lov nima sababdan to'xtatilganini tushuntirib berishingizni va hujjatlar to'liq bo'lsa qayta tiklashni so'rayman deb yozing. Arizada telefon raqamingiz, manzilingiz va sana aniq bo'lsin. 6-qadam. Har bir topshirilgan hujjatdan nusxa olib qoling. Rasmga olib qo'yish ham foydali, lekin imkon bo'lsa qog'oz nusxani ham saqlang. Ayniqsa tibbiy xulosalar, o'qish ma'lumotnomasi va daromad ma'lumotnomasi keyin yana kerak bo'lishi mumkin. Hujjatni kimga, qachon, qaysi idorada topshirganingizni yozib qo'ying. 7-qadam. 7 noyabrni kutmang. Bugun tekshiring. Ertaga kerakli joyga boring. Agar hujjat elektron shaklda olingan bo'lsa, elektron xizmatlardan foydalaning, lekin elektron ariza yuborilgandan keyin uning holatini ham tekshirib turing. Yuborildi degani har doim qabul qilindi va hal bo'ldi degani emas. Ba'zan ariza qayta ishlashda turadi, ba'zan rad etiladi, ba'zan qo'shimcha hujjat so'raladi. 8-qadam. Agar sizga rad javobi berilsa, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Yozma izoh so'rang. Nima sababdan rad etildi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi muddatda qayta topshirish mumkin? Shularni bilib oling. Chunki yozma javob bo'lsa, keyin yuqori turuvchi organga murojaat qilish yoki xatoni tuzatish osonroq bo'ladi. 9-qadam. Agar oilangizda o'zgarish bo'lgan bo'lsa, uni yashirmang. Bola tug'ildi, kimdir vafot etdi, farzand talaba bo'ldi. Kimdir ishga kirdi. Nikoh yoki ajrim bo'ldi. Manzil o'zgardi, nogironlik guruhi o'zgardi, daromad ko'paydi yoki kamaydi. Bularning barchasi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. O'z vaqtida xabar berilsa, muammo kamroq bo'ladi. Ashirilsa, keyin to'lovni qaytarish talabi paydo bo'lishi mumkin. 10-qadam. Keksalar va hujjat ishlari bilan qiynaladigan yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar, nogironligi bor insonlar yoki yolg'iz yashaydigan onaxonlar bu talablarni tushunmasligi mumkin. Ular hammasi joyida deb yuradi. Keyin pul tushmay qolsa qayerga borishni bilmaydi. Agar ota-onangiz, qo'shningiz yoki qarindoshingiz shunday to'lov olsa, ulardan hujjatlar muddati haqida so'rang. Bu oddiy yordam ularning bir necha oylik pulini saqlab qolishi mumkin. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Hujjat yig'ishdan maqsad odamni qiynash emas, to'lovni qonuniy va to'g'ri asosda davom ettirishdir. Agar siz haqli bo'lsangiz, hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, o'z pulingizni talab qilishdan tortinmang. Lekin talab qilish uchun dalil, ariza, ma'lumotnoma va muddatlarga rioya qilish kerak. Og'zaki gap, taxmin va oldin shunday bo'lgan degan yondashuv bugungi tizimda yetarli emas. Demak, 22 noyabrgacha eng avvalo 4 ta muhim ma'lumotnomani tekshiring. Daromad haqidagi ma'lumotnoma, oila tarkibi yoki yashash manzili bo'yicha ma'lumot, o'qish joyidan ma'lumotnoma va tibbiy yoki nogironlik holatini tasdiqlovchi hujjat. Aynan shu hujjatlar ko'p hollarda qo'shimcha to'lovlar taqdirini hal qiladi. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugun hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Muddati o'tganlarini yangilang. Topshirganingizni tasdiqlovchi raqam yoki nusxani saqlang va oxirgi kunga qoldirmang. Pul o'z vaqtida tushishi uchun huquqni bilishning o'zi yetmaydi. Hujjat ham joyida bo'lishi kerak. Sizda shunday holat bo'lganmi? Hujjat yetishmagani uchun to'lov kechikkanmi yoki to'xtaganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumot ko'p oilalarning qo'shimcha to'lovlarini saqlab qolishi mumkin.